Bolalar qayerda o'tiribsizlar? Men keldim. I know you want it, but you're never gonna get it. Teri hath kabhi na aani. Mane na Bolalar 2 minutlik ish chiqib qoldi. Hozir kiraman. Salom. Sizni ko'rdim-u, oshiq umutdalo bo'ldim. Men dangal gapiradigan bolaman. Menga yoqib qoldingiz. Menga turmushga chiqsangiz, hamma go'zal qizlar orzu qilgan gelik mashinangiz bo'ladi. Undan tashqari shaharda markazdan 5 xonali kvartirangiz. Ano, Undan tashqari Dubayda villangiz ham bo'ladi. O'zingizni shaxsiy biznesingizni yaratganman. uylanganmisiz? Qayerdan bildingiz? Va'dani rosa katta berganingizga qaraganda uylangansiz-da. Xohlasangiz 25-26 noyabr kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida G'aybulla Tursunov ismingizga qo'shiq aytadi. Ismingiz nima? Ismim Tursunoy. Tursunoy? Yuragim to'ldi mana, bu qalbim oldi mana, Tursunoy, Tursunoy. Tursunoy, ismingiz o'zingizda tura qolsin. G'aybulla Tursunov da'vo qilmay qo'ya qolaylik, ha. Xohlasangiz rulda ketasiz? Faqat men haydab ketaman-da. Sizni provezormi o'g'il bola? Boshlaring! Dada, Ana chirog'i yonib turgan nima? endi o'g'il bola Toshkent ham o'g'il bola shaharda. assalomu alaykum. Tarbiyasini aytmaysam. Bugun menimcha men havo yetishmasligidan komaga tushsam kerak. Oho, o'g'il bola. Tahoyaga dahoya bor ekan o'g'lim. Issiqchoy. Shu sizda kim issiqchoy ichadi? Muzday suvabki, yurak yonyapti. Nima gap tinchlikmi? Kelin o'g'il bola ekan. Nima? O'zi men senga aytmoqchi edim, kelin podozrительный malaba kekirday bolaga. Uydamisiz? Iya, bu bilan bu. Keldingizmi? Sen hozir nima qilasan? Bor kunduz kun cho'mil. Vijdoning bormi? Abitda cho'milding-ku. Delfinmisan? Yangi yilingiz bilan qaynatajon. Allo, Muzaffar aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oybek akamni siz bilanmidi? Ha, Oybek men bilan edi. Iloji bo'lsa bera olasizmi telefonni? To'g'risini aytsam, kelin shu. Oybekni qadami sal bejo'roqda. Yo'q-e? Kimnidir tog'olganmi deyman-da. Ha, shunaqami? Mana kecha ham kech keldim uyga. Kecha ham aytdim mana. Qo'y bu ishini yig'ishtirdi. Shunaqa deng. Keyin kelin Oybek meni aytganim bilmasin. Bo'ldi, rahmat, xo'p. Xotin hazillashyapti. Hazillashyapti. Mana telefon qilyapti. Alo, Muzaff. Xotining telefon qiluvdi. Xotining qulog'iga rasalamon deyildi. Shuning uchun kecha saunaga qizlar bilan meni chopib ketish kerak emas. Everybody, let's get into it. Hey jonajon. Mani yurim qanaqa mehribon, kirlarini o'zlari yuvadilar. Shunaqangi erkimda bor ekan. Bloger xotin, sen ham yomon ekan, Instagramingga qo'yib yuborish sharmanda qilma yana. Bo'ldi. Xotin, ana videoni o'chirib tasha. Bugun ko'rishamizmi? Tushunmadim. Kim bilan telefonda gaplashyapsan? Qani telefoningda kim bilan gaplash? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46-moddasiga ko'ra 13 million shtraf to'layman desangiz, bemalol olishingiz mumkin. Yo'q-e. Men senga ishonaman, xotin. SMSmi? Tushunmadim. Kimdan keldi? Beringchi. Bitta chiroyli qiz yozgan. Bering ko'rayman. Ma'muriy kodeksining 46-bandiga ko'ra shaxsiy telefondagi narsalarni tutish 13,5 million shtraf to'layman. Siz bechorat onajonisiz. Ey, qani nima ketdi? Hammasi birga 3+ mobil tarifi. Bo'yicha uy internet tarmog'ini ulasangiz, foydalanuvchi bonus sifatida mobil aloqa butunlay bepul umrbod ekan. Uy xotin, tezligi 200 ekan. IP telefon bepul. Telekom TV xizmat doirasida 120 ta telekanal tomosha qilsang bo'ladi. Wow, 20 gigabayt internet, tungi cheksiz internet, O'zbekiston bo'yicha cheksiz qo'ng'iroqlar, 1000 ta SMS. Hammasi birga 3 tarifiga ulansa bo'ldi ekan.
ekan adasi. Shungulanamiz xotin. Shug'ullanamiz. Hozir gaplashaychi. Yaxshi, muz telekomdan ketdi. Nargiz kutib turdi. O'sha SMS yozdimikin debman. Makka deydi yer chiqib ketdi. Beshik bola, bola, jonim bo'lsin. Ana beshiklarda mazza qilib yotadi bola degan. Hozirgi kelinlar kallasi pachaq bo'ladi deydi. Oyiz, beshikka belaman bo'lammi deydi jonim. Uxlaymiz endi. Allajiming, qattiq gapirvormang-u, kelin. Uxlayapti-yo, alla-yo. Xohlaganingizni qiling, xohlagan ovqatingizni qiling, aynanay. Jonim bo'lsin, kuyib ketmasin, hey, kelin, alla. Allo, alla-yo, alla. Aya bozorga ketdingmi? Maydot, ovozlaringizni pastroq qilib gapiring, o'g'lim, alla. Bozorga ketyapman, ona, alla. U kam kerak bo'lsa olib kelaman, alla. Keliniz aytdi, kartoshka, piyoz, sabzilar yo'q ekan, ona. Men ketdim, bu narsa kerak bo'lsa aytinglar, alla. Xo'p jonim, voy ro'zg'oram g'ore, yaxshi borib kelgini bolam, alla. Aylanib ketdi-yo o'zim, alla-yo, alla. O'tiribsizlar bolasi yo alla yo alla. Sekinroq ayting ey dadasi, yaxshi keldingizmi yo? Bo'ylaringizga bo'ytumor ey dadasi yo alla. Voy voy hokimiyatda maylis bo'ldi alla yo alla. Rosa qonimizni ichdi yo alla yo alla. Voy dadasi, bo'shay qolsangiz bo'lmaydimi yo alla yo? Sen bilan meni keyin kim boqadi yo alla yo alla. Gazdan keldi, suvdan keldi, inspektorlar yo alla yo. Hammasiga meni armiyaga ketgan devoro alla yo alla. Pulni to'lash kerak yo jonim, dadasi alla. Meni ham uxlagim kelib ketdi yo alla yo alla. Shundoq qiling dadasi, hozir ovqat pishadi, ozgina dam oling, keyin sizni ovqatga chaqiramiz dadasi yo alla. Agar gazdan kelsa chaqirmasang ham mayli yo alla. Bolaginam bolasi. Shuncha allani kimga aytdim endi men hozir, ha? Loqit ko'zini ochib yotibdi-da bu ham. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda